Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari. Xudo xolasa mana Ramazon oyi ham mehmon bo'lib qoldi, ozgina qoldi inshaalloh. Xo'p, bugun bozor standart degan ishimiz, konvert degan ishimizni anchadan beri YouTube'ga joylamay qo'ydik. Xudo xolasa bozorda bugun mana obzorini qilib, chiroyli qilib joylaymiz inshaalloh. Xo'p, razmerlari, detallari, assortimentlarini ko'rsatamiz. Bugun основной 275, 340, 280 hamda 3 metrli ishimizni obzorini qilib beramiz. Xudo xolasa do'stlar, ko'rishinglar mumkin. Mehnatimizga bitta like bosib, xudo xolasa podpiska bo'lib, obuna bo'lib qo'yasizlar do'stlar. Xudo xolasa sizlar uchun chiroyli tarzda mehnat qilib, halol pok qilib, hamma yo'g'iga aytib, inshaalloh kelishib qolsak, uylarga olib borib o'rnatib beramiz inshaalloh. Xo'p do'stlar, bunimizga keladigan bo'lsak, razmeri 340, 4 metr joyga xaladinligi bilan tushadi. Doimgidek materialimiz 1.8 qalinligida bo'ladi. Stalishnisalari qalinida 4 cm bo'ladi. Ya'ni 100% vakuumda bo'ladi. Qoshiq paddonlariga ham qo'yib qo'yilgan, hattoki g'aladonlari ham apparatda bosilgan. Vakuum 100%. Ruchkalari ham yaxshisidan qo'yilgan. Xo'p, bunimizning summasiga keladigan bo'lsak do'stlar, shu turishi mo'yka sushilka semistiteli bilan vodiychi dastlabki uстановкасini 7 million so'mga qo'yganmiz va yana 7 million so'mga chiqaramiz xudo xolasa. Ko'rishinglar mumkin, komplegida mo'ykasi va sushilkasi bor. Bunisi ichida qoshiq paddoni bor. Xo'p, bu ro'paramizda esa 275 standart razmerdagi, bu ham zavodskoy qalin stalishnica. Ruchkalari sal oddiyroq, osha-moshalari oddiyroq. Qoshiq paddoni tushmaydi bunga, g'aladoni oddiy. Bez vakuum bo'ladi, lekin обязательно mo'yka sushilkasi bunda ham komplekti bor. Zavodskoy qalin rossiyskiy stalishnica. Xo'p, akriliga keladigan bo'lsak, 1.6 akrilda, Xitoy akrilda bo'ladi. Summasiga keladigan bo'lsa 4,5 million so'm. Vodiychi dastlabki uстановкасы bor. Maloshnik alishmisi rangi, rasvetkasi bor. Xo'p, 240 laminat variantimiz bor endi. Xo'p, основной 280 joyga tushadigan. Ko'rishinglar mumkin. Xo'p, laminat varianti. Xo'p, uzun laminat deyardim. Akril varianti, akril 1.8 ga. Ko'rishinglar mumkin. Doskasining usti prostoy varianti bu, rossiyskiy lekin tashkil emas, rossiyskiy. Xo'p, g'aladonlari bez vakuum bo'ladi. Bunda ham komplegida mo'yka sushilkasi bo'ladi. Yonida bitta shkafchasi bo'ladi. 100% PX apparatda bosilgan g'aladonlar bez vakuum. Xuddi shu turishini 5,5 million so'mga olib borib dastlabki qilib beramiz. 280 joyga tushadi bu. 290 joyga tushadi. 275 dan ancha katta. Nimaga desanglar do'stlar, 5 cm farq qilami bunda desanglar, bular standartli ish. Standartda deganimda bitta kesganda 8 dan 10 ta kesamiz, material bir-biriga yeyishib arzonroq chiqadi. Nimaga 275 ning 4,5 million u, nimaga 280 ning 5,5 million so'm deydigan bo'lsanglar, 1 million farq qilib ketamiz desanglar, ha shunday 1 million farq qiladi. Xo'p, endi bu yerda 3 metrli variantimiz bor. 3 metrli variantimizda xo'p, 100% PX 1.8 akrilda, yaxshi xudo xolasa riski akrilda bo'ladi. Rossiyskiy qalin 4 cm stalishnica, vakuum davodchilik bo'ladi bu ham 100%. Detaylarida polkalari bilan birga bo'ladi. Ichida mo'yka sushilkasi bo'ladi. Maloshnik karishmaydi do'stlar. 3 metr joyga tushadi bunimiz. Ko'rishinglar mumkin. Bunda ham mo'yka sushilkasi bo'ladi. Xudo xolasa vodiychi dastlabki uстановкасы bilan birga 6 million 300 ming so'mga xudo xolasa chiroyli qilib dastlabki uстановка qilib beramiz. Osha-moshalar chiroyli yaxshisidan qo'yilgan, vakuumdan, prostoydan qo'yilmagan. Eng qizig'i 100% hamma yo'q apparatda bosilgan bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Vitichkani o'rni, gazda o'rni, duxovkani o'rni. Chiroyli tarzda. Hop, kimga ma'qul kelgan bo'lsa, ishlarimiz xudo xolasa pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqishinglar mumkin. Assortiment vibrlari bor. 240 so'rasanglar 240, 2 metr so'rasanglar 2 metr. Hamma ma'lumotni berib o'tamiz. Kimga ishlarimiz yoqqan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqa chiqishinglar mumkin.
Mayli. Bo'lsa ishlar.